Bu fojiaga diqqat qiling. Namanganning Uchqo'rg'on tumanida kuni kecha sodir bo'ldi. Bir kishi o'zini bilmaydigan darajada mast holda katta yo'lga yotib qoldi. Yo'ldan o'tayotgan yuk mashinasining haydovchisi uni ko'rmadi, bosib ketdi. Haligi odam voqea joyida vafot etdi. Aytingchi, bu yerda kim aybdor? Hech kim. Hozir ikki tarafdagi oila ham tiriklayin kuydi. Vafot etgan insonning oilasida aza, farzandlari yetim qoldi. Haydovchi esa tirikchilik uchun tunda ham rolda edi. Endi uning ham hayoti barbod bo'ldi. Oilasiga jabr bo'ldi. Birgina o'sha la'nati ichkilik ikki oilani kul qildi. Erkaklar, ichkilikbozlikni shunchaki xordiq yoki erkakchilik deyishni bas qiling. Siz o'sha zaharni og'zingizga olganingizni nafaqat o'zingizni, balki oila a'zolaringiz, farzandingiz, ayolingiz, yaqinlaringizni ham hayotini qimorga tikkan bo'lasiz. Bugun tuproq ostiga kirgan inson ham qachondir, men o'zimni nazorat qila olaman degan bo'lsa kerak. Hushyor bo'laylik. Ushbu videoni yaqinlaringizga va boshqa guruhlarga tarqating. Zora kimdir buni ko'rib o'ziga xulosa qilsa, bitta hayot, bitta oila, asosiysi jamiyat saqlanib qolsa.